Do'konimizda bajargan mashina olib kelib qo'yganmiz. Birinchi ko'rib turgan mashinamiz 90 ming so'mdan plastikdan ishlangan, ovozlari chiqadi, kralari ko'tariladi, zavatnoy bo'ladi. Narxi 90 ming so'mdan. Ikkinchi mashinamiz 110 ming so'mdan, ovozlari chiqadi. Hamma tomondan haqli qismlari bor, kralari ko'tariladi, suv sepadi. Narxi 110 ming so'mdan. Ishlari ham ishlaydi. Bu mashinamizda 130 ming so'mdan narxi, ovozlari chiqadi. Tepa tomon, ichki tomonga suv solsangiz, o'z nasosi bor. Suv sepadi, krallari ham bo'ladi. Yon tomonlari ochiladi, sifati yaxshi. Narxi 130 ming so'mdan. Bu Pajarining tez yordam mashinamiz, ovozlari chiqadi. Chinarg'i kraskalar ham bo'ladi. Narxi 130 ming so'mdan. 80 ming so'mdan ovozlari chiqadi. Krallari ishlaydi. Zavatnoy Xitoyki plastikdan ishlangan. 175 ming so'mdan ichiga suv solsa, nasoslari bor, suv sepadi, sifati yaxshi, ovozlari chiqadi. Qo'nishdan katta, taxminan 35 sm chiqadi. Narxi 170 ming so'mdan. Narxi 100 ming so'mdan. O't o'chiruvchi poyezd mashinasi bo'ladi ichida. Sifati yaxshi, 160 ming so'mdan mana shu kilovolt. To'rttasi 270 ming so'mdan. Ikkita kran, bitta buzoy, vertolyot bo'ladi mashinasi. Ovozlar chiqadi. Narxi 270 ming so'm. Pulutli Pajarni ham bor. Yurishlar yaxshi, ovoz chiqaradi. Megalkalarni ishlaydi. Allohga o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. 580 ming so'mdan. Suv solsa suv ham sepadi. 170 ming. Narxi 175 mingdan. Sifati yaxshi. Ovozlari chiqadi. Bulutda boshqariladi. Batareyga qo'ysa ovozlar chiqadi. Mashinasi metal bilan ishlangan. Sifati yaxshi. Bu o't o'chiruvchi yarachi bo'ladi. 240 ming so'mdan. Bu o'yinchoqimiz Pajarining avtoturargohi. Ikkita dona mashinasi, bitta vertolyot chiqadi. Yig'ilgani 67 sm bo'ladi. Batareyga qo'ysa, mana bu ko'tariladi liftda. Mashinani qo'yarsa aylanib tushadi. Unga qo'shimcha mayda mashinalar ham o'rnatsa bo'ladi. Tepa tomonda megalkalar ishlaydi, ovoz chiqadi. O'yinchoqimiz ham avtoturargoh, Pajarining to'rtta mashinasi bo'ladi. Plastikdan ishlangan, narxi 155 ming so'mdan. Pajarining to'plami 90 ming so'mdan plastikdan ishlangan. 75 ming so'm. Ovozlari chiqadi. 75 ming ovozlari chiqadi. Yaxshi. Kichkinrog'i bor, 50 ming so'mdan. Ishga ochiladi. Sifati bu yaxshiroq. Bu sal oddiyroq, lekin bu ham Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ikki xil ko'rinishiga bor. 50 mingga 75 ming so'm. 75 ming so'mdan ovozlari chiqadi. Sifati yaxshi. Buni haqli ko'rinishlari bor. Ichkiroq 60 ming so'mdan. Buni ovoz chiqmaydi. Motorli, buni ham ikki xil ko'rinishiga bor. 45 ming so'mdan plastikdan ishlangan. Do'konimizda shu xillardan bor ekan Pajarining mashinalarimizni. Do'konimizda kutib qolamiz.